AQSh prezidenti Donald Tramp Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevni G'azo sektoridagi vaziyatni tartibga solish bo'yicha tuzilayotgan Tinchlik kengashiga a'zo bo'lishga, shuningdek, Qozog'istonga yangi tuzilmaning ta'sischi davlatlaridan biri bo'lishni taklif etdi. Ma'lum qilinishicha, Tramp Tinchlik kengashining doimiy raisi bo'ladi va unga kimlar a'zo bo'lishini ham shaxsan o'zi hal qiladi. Ustavga muvofiq kengash qarorlari bir davlat bir ovoz tamoyili asosida qabul qilinadi. Ammo barcha qarorlar yakuniy tarzda rais tomonidan tasdiqlanadi. Kengashga taklif etilgan davlatlar unda 3 yilgacha a'zo bo'lishi mumkin. Ammo agar davlat 1 yil ichida kengash jamg'armasiga $1 milliard dan ortiq mablag' kiritsa, unga doimiy a'zolik kafolatlanadi. Kun tartibidagi birinchi masala G'azo sektoridagi ziddiyat bo'ladi. Shundan so'ng boshqa xalqaro inqirozlarni muhokama qilish uchun kengaytirilishi mumkin. Reuters ma'lumotlariga ko'ra, 60 dan ortiq davlat Tinchlik kengashiga qo'shilish uchun taklifnoma olgan. 3 a'zo davlat uning nizomini kelishib olgandan so'ng kengash rasmiy organga aylanadi. Trampning Tinchlik kengashiga qo'shilish taklifini bir nechta davlatlar rahbarlari, jumladan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qabul qildi. Donald Tramp Vladimir Putinga G'azo sektoridagi vaziyatni hal qilish uchun Tinchlik kengashiga qo'shilish taklifini yuborganini tasdiqladi. Ayni paytda Putin ushbu taklifning barcha tafsilotlarini o'rganmoqda. Financial Times manbasining ta'kidlashicha, Oq uy Tinchlik kengashini Birlashgan Millatlar Tashkilotining potensial o'rnini bosuvchi G'azodan tashqaridagi boshqa mojarolarni hal qilish uchun bir xil parallel norasmiy organ deb biladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti buyuk kapitalistik davlatlar tomonidan tashkil etilgan. Ular bu tashkilotni asosan o'zlarining savdo manfaatlarini himoya qilish va butun insoniyat ustidan hukmronlik o'rnatish uchun asos solishgan. Trampning Tinchlik kengashi ham xuddi shunday maqsadlarga ega va dunyo hukmdorlari qo'lida yangi vositadir. Odatdagi takabburlik va kovboy uslubi bilan Amerika xalqaro huquqni buzishda davom etmoqda. Trampning ahmoqligi va uning qo'li ularga yetib borishidan qo'rqib, musulmon mamlakatlari hukmdorlari Amerika rahbarining nomaqbul xatti-harakatlariga darhol rozi bo'lishni afzal ko'rishmoqda. Amerika nafaqat G'arbiy yarim sharni, balki butun dunyoni o'z hududi sifatida ko'radi. U yerda istaganicha hukmronlik qila oladi va har qanday me'yorlarni buzadi. Bugungi kunda u hech qanday qarshilikka duch kelmayapti va uning takabburligiga qarshi turishga jur'at etadiganini ko'rmayapti. Agar musulmonlar o'z qadr-qiymatlari va buyukliklarini qaytarib olishni istasalar, ular Roshid xalifaligini barpo etish uchun harakat qilishlari kerak. Chunki bu Amerikaning yovuzligidan xalos bo'lishning yagona yo'li. Allohning izni bilan xalifalik Amerikaning zulmini jilovlaydigan kuch bo'ladi.